Diqqat, tanlov! Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi talaba o'quvchilarining ijtimoiy faolligini oshirish markazi talabalar o'rtasida adib va mutafakkirlarimizning ijodiy merosini keng targ'ib qilish, yoshlarning adabiyotga qiziqishlarini yanada oshirish, ularga o'z iqtidorlarini namoyon etish uchun imkoniyat yaratish maqsadida Ma'rifat maydoni ko'rik tanlovini e'lon qiladi. Tanlovda barcha oliy ta'lim muassasalarining 12 nafar talaba yoshlardan tashkil topgan jamoalar ishtirok etishi mumkin. Tanlov 3 ta shart bo'yicha bo'lib o'tadi. Adiblar hayoti, tezkor savol-javob hamda adiblar hayoti va ijodidan sahnalashtirilgan kompozitsiya shartlari bo'yicha bo'lib o'tadi. Tanlov 4 bosqichda tashkil etiladi. Birinchi, oliy ta'lim muassasasi bosqichi, ikkinchi, hududiy bosqich, uchinchi, mintaqaviy bosqich. Ushbu bosqichda g'olib bo'lgan jamoa respublika bosqichi yo'llanmasi bilan bir qatorda o'zi tahsil olayotgan oliy ta'lim muassasasi tomonidan planshet hamda diplom bilan taqdirlanadi. Tanlovning yakuniy final bosqichi g'olibi bo'lgan jamoalar Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan diplom hamda quyidagi tartibda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. 5-o'rin 5 million so'm, 4-o'rin 10 million so'm, 3-o'rin 20 million so'm, 2-o'rin 25 million so'm va tanlov g'olibi 1-o'rin 40 million so'm. Ma'rifat maydoni, bilim va iste'dod sahnasida o'z iqtidoringizni namoyon etib, g'oliblar safida bo'ling.